Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi domimiz Rishton eski mol bozori yonida 7 qavatli domimizni 4-qavatida 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Qani ketdik. Bu domimizda liftlar ishlayapti. Chiqqaningizda mana shu xonamiz. Mana kirish joyimiz, katta koridor. Bu tomonga kelsak, umumiy sanuzelimizda hojatxonasi, rakvinasi, vannasi, aristonigacha chiroyli qilib akkuratni qilib qo'yishgan. Bu tomonda kuxnyamiz, elektronniy duxovka, vытяжкалар, suvlardan muammosi yo'q. Mana qaranglar, akkuratni. Eng qizig'i mana balkonimiz, hech kim yashamagan. Mana xona akkuratni qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Ikkinchi xonamiz. Bu narsalarga hayron bo'lmaysizlar. Egasini uyida leshnilik qilgan uchun baqa olib kelib qo'yishgan ekan. Bularni olib chiqib ketishadi. Hamma yog'i yangi mana. Avtomatlarigacha polni tashlab qo'yishgan. Bu uyimizda krediti bor ekan. Narxiga kelsak 9 ming kami bor deyishyapti. Qolgani oyma-oy 4 million 777 mingdan to'lab borar ekansiz. 20 yilga o'zlari o'sha 5 oyni to'lab kelishyapti ekan. Kimga kerak bo'lsa pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib olishlaring mumkin.